Jungo Koreya yarim aralida urushqa harbiy tayyorlik qilishimiz lozim dedi mavzuli xabar 2-ayning 16-kuni Washington orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Ozodlik armiya generali Van Hayyin 16-kun yer shari vaqti gazetining muxbiriga ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Jungo Koreya yarim aralida urushqa tayyorlik qilishi lozim. deb ta'kidlab ko'rsatdi. Mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika, Koreya, Yaponiya qo'l tutishib, birlikda Chavshanning yadro nishonlariga hujum qiladigan bo'lsa, Jungoda zo'r ko'lamda radiatsiyadan bulg'anish yuz berdi. Shundaqla Chavshan musofirlarining Jungoga eqib kirishidan saqlang'ili bo'lmaydi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongli bayonot e'lon qilib, bexatarlik komitetining Chavshanga embargo yurgizish qarorini qo'llaydiganligini bildirib, Chavshanning yadro qurollarini taraqqiy qildirishini unumli cheklashimiz kerak deb ko'rsatdi. Yaponiyaning Chanjing Shinmin gazeti xili burun xabar qilib, Amerika armiyasi 2-ayning oxirida Chavshanga harbiy hujum qildi deb ko'rsatgandan keyin Sharq Shimol Osiyoni urush tomonlari qoplab, jiddilik hozirgacha pasaymadi. Düşmanni ustoz tutsang, qobiliyating o'samdi. Amerika Beijingga dars o'tdi mavzuli xabar 2-ayning 17-kuni David orbitida e'lon qilindi. Buni biz sizlarga vatandoshlarga qisqartib tunishtiramiz. Jungoning iqtisodiy vaziyatida yaxshilanish ko'rilmadi. Jungo atrofidagi vaziyat to'yuqsizla yomonlashib ketdi. O'ng'ayli portlaydigan 5 nuqta: Tayvan nuqtasi, Chavshan, Shangang nuqtasi, Diaoyudo ya'ni yapon tilida Senkaku oroli nuqtasi, Janubiy dengiz qatorliq 5 nuqtada orqa-orqadan o't tutashdi. Amerikaning Osiyo siyosatining turtkisi ostida Jungoning qiyinchiligi passiv holga tushib qolgan vaziyatda bu vaziyat o'zil kesel oshkorlandi. Bu vaziyat yoki bu ahvol qisqa muddat ichida yaxshilanmaydi, ya'ni qaytmaydi bu vaziyat deydi. Düşmanni ustoz tutsan qobiliyating o'samdi. Amerika Beijingga dars o'tdi mavzuliq bu xabarda bu maqolada Amerikadan o'rganish tashabbus qilinib mundaq ko'rsatildi. Amerikaning yer shari strategiyasini amalga oshirish jarayonida raqobatchilar Jungoning raqobatchilaridan kam bo'lgan emas. Lekin Amerika ustal ostida va ustal ustida so'zlashish, qalam bilan so'zlashish va alam bilan so'zlashish usulini qo'llanish orqali Amerika o'zini yengilmaydigan o'ringa chiqarib keldi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Kreml imperiyasini ag'dirdi. Yaponiyaning o'tini o'chirdi. G'arbiy Yevropa, Rossiya, O'rta Sharq rayon va davlatlarda gullanish yolqinlarini o'chirdi. Endi bugun Amerika Jungoni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi deyildi yuqorqi maqolada. Maqolaning asosli tarafini anglatdik, tahlil qilaylik. Bu qonuniyat. Dunyoning tarixida bir qonuniyat bo'ladi. Buni hammasi e'tirof qildi. Ba'zilar bor qonuniyat dedi, ba'zilar tarixda qonuniyat nimish qiladi dedi. Lekin shuning ishiningki tabiatda o'zida bir qonuniyat bo'lganda, tabiatdan rang va andiz olgan jamiyatdami o'zidan taraqqiyot qonuniyati bo'ldi apandilar. Bu Amerikaning qilayotgan ishlari birdan-bir qilayotgan ishi qonuniyatga moslashish. Masalan, Jungo bu yerda Amerikada o'rganman, nimada o'rgandi? Qonuniyatga moslashishni o'rganish kerak. Masalan, eng oddiysi siyosat sohasida birdan-bir yo'l shuki, biri murassaga kelish, ikkinchisi yarishish. Murassaga kelish orqali, yarishish orqali, hamkorlash orqali masala hal qilish bu ikkinchi dunyo urushidan keyingi har qaysi cho'ng davlatlar o'rtasidagi bir usul bo'ldi. Bu usulga Jungo ko'nmayotdi. Ya'ni hozirgi dunyoning tarixning qonuniyatlariga qarshi xilof holda harakat qilyapti Jungo. Shunga bu yerda sen Amerikada o'rgansang, avval qonuniyatga qandoq moslashishni va qandoq murassalashishni o'rganishing kerak.
Şunu Cungo üçü aytqanda en mühim iş hazır Şangay'ın demokratiyası meselesi boyunca Garp dünyası bilen maslaşış, Tibet'nin meselesini hal kılış boyunca Garp dünyası bilen maslaşış ve mürəssəlişiş, Uyguristan meselesini hal kılış boyunca Garp dünyası bilen maslaşış ve mürəssəlişiş Cungo'na gam g'usidan xalos qildi. Agar bu yo'lda mangmay dunyoning iqimiga, tarixning qonuniyatlariga va yoki dunyoviy el rayining talablariga qarshi holda harakat qiladigan bo'lsang, Jungo hukumati bu Mao'ning davri bilan Deng Xiaoping davri bilan kelsa, Rais Xi Jinping efendi zaman o'xshamaydi, makonga o'xshamaydi. Bu yerda talab va fikr orzu olan bir-biriga o'xshamaydi. Bu masalalarni hal qilasiz. Shu vaqtda Amerika bilan murassalashib, Amerika bilan moslashib bu harakatlarni hal qilaysiz. Uningdan boshqa Amerikada ugundigan nemingiz bor. Masalan, Amerika o'zini yengilmaydigan o'ringa qo'yib keldi deganda bu qonuniyatni bilib biling. Siz Amerika shunday qilgan ekan, men shunday qilaman desangiz bo'lmaydi. Chavshanda unda urush bo'lyapsa, nima? Chavshan hozir urush vaziyatiga, jiddiy vaziyat kirib qolgan bir holda siz Chavshanga mas'ul bir davlat sifatida yaqinda raketani qizil Hongchi, qizil bayroq 9-belgilik raketani siz Janubiy dengizda Yongshing orlig'i o'rlashtirdingiz. Amerikaga ziyorat kelganda nima va'da bergandingiz? Bu ishlarning vaziyatning jiddiyligini keltirib chiqarayotgan boshqa odam emas, Jungolik efendi o'zingiz bo'lyapsiz.